bugun kalbasa harom deydiganlar chiqib qolyapti. Ey, sen kimsan oshna? Sen kimsan sen o'zi? Sana zo'r aytmayapti bu gapni. Kim aytdi kalbasa harom deb? Kola harom deydigan kim aytdi senga kolani harom deb? Qattan topolding bu gapni? Nima emish? Qassob namoz o'qimasa go'sht olmasmish. Ey. Sen o yelkin tepasidagi ishlar qattan topding bu gapni sen? Qassobga borib tahorat bilan so'ydingizmi deydiganlar chiqib qoldi. Kutubxonaga kirib ko'zingni yumib libo kitobni ushlab olib kel menga. Shu kitobda bormikin shu gap? Tasavvur qiling, bizdan avvalgi bobolarimiz bizdan zo'r e'tiqodli bo'lgan akalar. Nima demoqchiman? O'sha e'tiqodli bobolarimiz qassobga borib bismillah deb so'ydingizmi degan savolni bermagan. Musulmonlar yashaydigan o'lkada bu savolni berishlik uzuri tupoylik bu, ahmoqlik bu, bu johillik bu. O'zbekistonda qaysi birimiz top beralamiz? Bismillohni aytmasdan mol qo'y so'yadigan qassob kim top beraladi? Halol somsa ve kalling bormi sani? Sani somsang haloli, yoningdagi harommi? Shuni yozib oladigan. Diniy, chiroyli so'zlarni o'zini biznesiga aralashtirayotganlar bu. Iminni o'shani somsasini yemang. Iminni o'shani shikar. Halol food deb qo'yadi. Endi fast foodlar chiqdi-yu, saniga halol food men ochib yozmaganman. Meniki harom food bo'ladi. Shunaqa ongsiz bolalar paydo bo'lib qolyapti. Halol degan so'zni o'zini savdosini rivojlantiraman. Sen halol ishlaginchi, bizni o'lkada buni bismillah deb so'yganmisiz? Somsiz halolmi degan savol bu ahmoqlik bu.